2023-yil talabalik baxti nasib qildi. 50 yoshimda ilm olishni ertagacha bo'lmaydi dedilar. Talabalikka erishdim. Bu yerda o'qitish ishlari ajoyib yo'lga qo'yilgan. Mana kutubxonalarimiz ham ajoyib ishlab turibdi. Bizlar ko'z ojizlarga nisbatan mana davlatimiz tomonidan ko'rsatilib turgan e'tiborlar bu yerlardan ko'rishimiz mumkin. Kutubxonalarda brailcha kitoblar, audio kitoblar hammasi mujassam kelib foydalanishimiz mumkin. Bilim bu albatta ma'naviyatli inson, tarbiyali, bir odobli inson hisoblanadi. Yoshlarimizga mana shu ta'lim jarayonida eng avvalo qunt bilan barcha bilimlarni egallashlari, kelgusi hayotlarida o'zlarini bir komil inson bo'lib yetishishlarida katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Ota-bobolarimizda shunday gap bor, beshikdan qabrgacha ilm izla deydi. Bu albatta to'g'ri. Hozirgi yoshlarimizga katta imkoniyatlar, eshiklari ochilgan. Hamma prezidentimiz tomonidan ham barcha kuchli e'tibor qaratilyapti, yoshlarimizga imkoniyatlar yaratilyapti. Bundan unumli foydalanishlari kerak deb o'ylayman.